saraton kasalligi tufayli oyog'imni kesishgan. Odamlar o'sha oyoqni ko'mish kerak dedi, lekin biz tom tomning ustida yashikda saqlayapmiz. Bizda oyoqni ko'msa qabr chaqiradi deyishadi. Nima qilishim kerak? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Albatta, insonni a'zosi bo'ladimi, o'zi bo'ladimi, uni hukmi shu bo'ladiki, uni masalan inson vafot qilgandan keyin, hayot tugagandan keyin qabrga olib borib ko'miladi. Xuddi shuni singari ba'zi bir a'zolar insondan ajrab qoladigan bo'lsa, savolda aytilgani kabi, masalan oyog'ini kesib yuborilgan ekan, uni ham ko'mib qo'yishlikka buyuradi shariatimiz. Uni saqlab turishlik, chaqiradi qabrga deyishlik u noto'g'ri, bir xurofot ish hisoblanadi. Shuning uchun uni shariatimiz talabiga ko'ra nima qilishlik kerak? Bir joyga, xususan qabristonga olib borib bir joyga ko'mib qo'yishlari kerak bo'ladi. Allohu a'lam.